Nima sababdan? Shoshib noto'g'ri ish qilib qo'ydim, shuning uchun pushaymonman. Kechiringlar meni. Otam onam biz O'zbekiston. Bu yeb qo'ymaydi sizni mana. Men sukkam yo'qmi? Bundan keyin agar nashaga narsa taqalib qoladigan bo'lsa, xodimlarni chaqiringlar. Bo'lmasa oxir xunuk yakun topar ekan. Mana ham oringda. Assalomu alaykum, hurmatli sudya. 24 bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanadi. Ya giroy sizga, aka? Ya giroy. Nargisi ajratayotgandek bo'lib ushlab turibdi-da, uni surib yotibdi. Hurmatli sudya, mana ertalabdan qarshi 9 ga ish natija bo'ldi. Bo'ldi, o'chiring. Xabaringiz bor, avvalgi videolarimizdan birida 2 nafar bloger, ularning opasi va taksi haydovchisi o'rtasida yuzaga kelgan janjal haqida xabar bergan edik. Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan va holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli tartibda tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bergan edik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu holat yuzasidan 2 nafar bloger qamoqqa olingan. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi ikkinchi qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llanilgani aytilmoqda. Hamma video bor. Kamera ochdim, hamma kamera bor. Hozir vaqtim molish. Qonunchilik bor. To'g'ri, belgilangan tartibda qonunchilik ko'rib chiqsa bo'ladigan masala-da bu. Nega 102 telefon qilmaydi? Shunday ichki ishlar xodimi kelardi, masalaga oydinlik kiritib, qonun doirasida chora ko'riladi. Kunigacha ijtimoiy tarmoqlarda shu-shuga aylangan holat yuzasidan ijtimoiy tarmoq faollari 2 nafar blogerlar Yashnobod tumani ichki ishlar organlarini faoliyatini moqlash boshqarmasiga olib kelingan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilmoqda. Siz borib vaziyatni to'liq o'rganmasdan, so'ramasdan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yoki 102 ga xabar bermasdan haydovchini bir necha marotaba qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan tepib jarohat yetkazdingiz. O'sha inson hozir shifoxonada. 2024-yilda sizga nisbatan aynan mana shu bezorilik 277-moddasi bilan chora ko'rilgan, ya'ni ikkinchi qismidan yana shu modda bo'yicha siz ko'chada hozir jamiyatda yurish-turish qoidasini qasddan buzib, shu O'zbekiston bir fuqarosini bir necha marotaba tana sohasiga urib tashladingiz. Nima sababdan? Shoshib noto'g'ri ish qilib qo'ydim, shuning uchun pushaymonman. Kechiringlar meni. Otam onam biz O'zbekiston. Hammalar kechiringlar. Bundan keyin agar nashaga narsa taqalib qoladigan bo'lsa, xodimlarni chaqiringlar. Bo'lmasa oxir xunuk yakun topar ekan. Bundan tashqari ularning opasiga nisbatan ham alohida jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilinmoqda. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 139-moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu holat yuzasidan Mingliyev Butayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi ikkinchi qism B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanadi. Mingliyevning opasi Husanovaga nisbatan Jinoyat kodeksining 139-moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilgan. Tergov yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Hozircha tergov jarayoni yakunlangani yo'q. Xabarlarga ko'ra tergov davomida voqeaning barcha tafsilotlari o'rganilib, tegishli dalillar va holatlar huquqiy jihatdan baholanadi. Tergov yakunlariga ko'ra qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli qaror qabul qilinishi aytilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, jinoiy ish qo'zg'atilgani yoki shaxsga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llanilgani uning sud tomonidan aybdor deb topilganini anglatmaydi. Shaxsning aybi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan belgilanadi. Endi tergov jarayonida voqeaning barcha tomonlari, jumladan janjal qanday boshlangani, unda har bir shaxsning harakatlari va boshqa muhim holatlar o'rganilishi kutilmoqda. Biz esa ushbu ish bo'yicha yangi rasmiy ma'lumotlar paydo bo'lsa sizlarga yetkazib boramiz. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz orqada turib bola xalaq qilsiz. Bola xalaq qildi, pameh berib, keyin chekiga to'xtatdim. Tep tashiydan boshqa qiladimi? Men ketayotganimda pulni beryapman deb aytdilar. Bo'lib tushib qoling desam, boshqa chaqirasiz, men yopdim desam, ukalarimni chaqiraman, san hali dabdalangni chiqarishadi. Men 102 o'zim qilib qo'yganman. Ichki ishlar xodimiga o'zim xabar berganman deb aytdim. Keldi ukalari. Kelgandan keyin boshqa situatsiya meni zo'rlamoqchi bo'ldi. Basharamning kamerasini olib kelib, videoga olib turdi. Har xil so'kinishlar bilan tuhmat qilishni boshladi. Bola kelib turib uryotibdi-da. Men o'tiribman mashinada, ichki ishlar xodimi kelmaguncha tushmayman. Nargisi ajratayotgandek bo'lib ushlab turibdi-da, uni surib yotibdi. U ayol kishi ham yopishyapti menga, telefonimga yopishyapti-da bular video borligi uchun. Blogerlar kelyapti, basharamga tuplayapti deb, men eshikni ochib, tuplab tashlayapti.
Shu orada ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimlari va fuqaro o'rtasida tekshiruv aks etgan videolar tarqaldi. Mazkur video qisqa vaqt ichida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Videoda yo'l patrul xizmati xodimlari fuqaroning mastlik holatini alkotester yordamida tekshirayotgani aks etgan. uzib qo'yasiz. Uzmasdan, Qarang. Nol boya aytganim, 134dan kam 134 chiqsa, Yo'q, bularni tushunmayman men. men tanishib o'taman. 0.134 chiqsa, siz ichmagan hisoblanasiz. 0.135 bo'lsa, siz ichgan hisoblanasiz. Yo'q, uni qo'rqmang. Bu yeb qo'ymaydi sizni mana. Yaqinroq. Bu plasmas narsa. Hozir temasa bo'ldi. Yaqinroq bo'l. Kadrlar davomida YPX xodimi fuqarodan alkotesterga puflashini so'raydi. Fuqaro qurilmadan foydalanishga urinadi, biroq dastlab natija chiqmaydi. Shundan so'ng YPX xodimi undan yana bir necha bor alkotesterga puflashini so'raydi. Keyingi urinishlardan birida qurilmada natija paydo bo'ladi. Nimani hozir net o'qiyapman? Mana qo'l bilan Havoni yarmi bosdi. ketyapti. Опа! Я герой здесь, aka? Я герой. Jonim akam oyog'i bosib qo'ydi. Zo'r men bor. Alkotesterda ko'rsatkich 0.324 mg raqami aks etgan. Bu ko'rsatkich esa videoda ko'rsatilgan holatni yanada qiziq va bahsli qilmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra haydovchining chiqarayotgan havosidagi etanol bug'lari konsentratsiyasi 0.135 mg va undan yuqori bo'lsa, alkotester orqali mastlik holatini aniqlangan hisoblanadi. Shunday qilib videodagi 0.324 mg ko'rsatkich ushbu chegaradan ancha yuqori hisoblanadi. Ammo bu yerda yana bir muhim savol paydo bo'ladi. Ushbu fuqaro o'sha vaqtda transport vositasini boshqarganmi? Chunki ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoning o'zidan fuqaro avtomobil boshqargani yoki boshqa transport vositasida, masalan velosipedda harakatlangani aniq ko'rinmaydi. Videoning ertalab olingani aytilmoqda, biroq fuqaro tekshiruvdan oldin aynan qanday transport vositasini boshqargani yoki umuman transport vositasini boshqarmagani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Yana bir jihat, videoda alkotester natijasi chiqqanidan keyin YPX xodimining bundan mamnun bo'lib, xursand bo'lgani va hamkasblaridan vaziyatni videoga olishni so'ragani ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli savollarni yuzaga keltirmoqda. Mana ham oringda. Assalomu alaykum, hurmatli sudya. 224. Hurmatli sudya. 324. Hurmatli sudya, mana ertalabdan Qarshi 9 ga ish natija bo'ldi. Bo'ldi, o'chiring. 0.135 bo'lsa ichgan hisoblanasiz dedi. Yarim litr bas. Yarim litr. Yarim litr bas. Da qonni olaylik bo'lmasam. Ya bo'ldi, sudga boraverasiz endi, nima bo'lsa ham. Ya sudga. Nima bo'pti guvoh? Albatta biz ushbu videoga qarab turib fuqaro mast bo'lgan yoki huquqbuzarlik sodir etgan deb yakuniy xulosa bera olmaymiz. Buning uchun voqeaning to'liq tafsilotlari, bayonnoma va boshqa hujjatlar, shuningdek tekshiruv qanday tartibda o'tkazilgani haqida ma'lumotlar kerak bo'ladi. Xo'sh, haydovchi qachon mastlik bo'yicha tekshirilishi mumkin? Amaldagi tartibga ko'ra, haydovchida mastlik belgilari mavjud bo'lsa, unga nisbatan maxsus tekshiruv o'tkazilishi mumkin. Jumladan, og'iz bo'shlig'idan alkogol hidi kelishi, bir holatda to'g'ri tura olmasligi yoki chayqalib turishi, yuz terisi rangining sezilarli darajada o'zgarishi kabi belgilar mastlik holatini tekshirishga asos bo'lishi mumkin. Mastlik holatini aniqlashning asosiy ikki usuli mavjud. Birinchisi maxsus texnik vosita, ya'ni alkotester yordamida. Ikkinchisi esa tibbiy muassasada tibbiy tekshiruvdan o'tkazish orqali. Haydovchilarni alkotester yordamida tekshirish qoidabuzarlik sodir bo'lgan joyning o'zida amalga oshirilishi mumkin. Haydovchi alkotester tekshiruvidan bosh tortsa yoki natijaga e'tiroz bildirsa, tibbiy tekshiruv masalasi yuzaga keladi. 0.135 mg nimani anglatadi? Haydovchi tomonidan chiqarilgan havodagi etanol bug'lari konsentratsiyasi 0.135 mg va undan yuqori bo'lsa, alkotester yordamida mastlik holati aniqlangan hisoblanadi. Videoda esa 0.324 mg ko'rsatkichi qayd etilgan. Demak, videodagi ko'rsatkich belgilangan chegaradan qariyb 2,5 barobar yuqori.
Lekin yana takrorlaymiz, bitta videodagi raqamning o'zi voqeaning barcha huquqiy tafsilotlarini anglatmaydi. Endi haydovchi tekshiruvdan bosh tortsa nima bo'ladi? Qonunchilikda mastlik yoki mast emaslikni aniqlash uchun belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tish, bosh tortish uchun ham javobgarlik nazarda tutilgan. Hukumat portalidagi ma'lumotlarda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 136-moddasi bo'yicha bunday holat transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish va jarima bilan bog'liq ekani ko'rsatilgan. Shuningdek, mast holatda transport vositasini boshqarishning o'zi uchun ham javobgarlik mavjud. 2025-yildagi qonunchilik o'zgarishlari bilan mast holatda boshqarish va ayrim takroriy holatlar bo'yicha javobgarliklar kuchaytirilgan. Lekin asosiy savol ochiq qolmoqda. Videodagi fuqaro kim? U o'sha vaqtda avtomobil boshqarganmi yoki boshqa transport vositasinimi? Tekshiruv nima sababdan boshlangan? Alkotester natijasi bo'yicha rasmiy bayonnoma tuzilganmi? Tibbiy tekshiruv o'tkazilganmi va eng muhimi, videoning to'liq kesilmagan varianti ham bormi? Agar ushbu holatdagi fuqaroni kimdir tanisa yoki voqea tafsilotlarini bilsa, biz bilan bog'lanishi mumkin. Shunda voqeaning ikkinchi tomoni ham eshitilib, masalaga bir tomonlama emas, xolisroq baho berish imkoniyati paydo bo'ladi. Biz esa hozircha mavjud videodagi holatni sizning e'tiboringizga havola qildik. Sizningcha ushbu vaziyatda kim haq? YPX xodimining harakatlarida shubhali jihatlar bormi? Yoki xodim shunchaki o'z vazifasini bajarganmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va yana bir bor eslatib o'tamiz. Mast holatda transport vositasini boshqarish nafaqat qonun buzilishi, balki yo'l harakatidagi barcha ishtirokchilar hayoti uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Albatta, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzmon TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Video ostidagi havola orqali ilovimizni yuklab oling. O'zbekiston va jahon xabarlaridan birinchilardan bo'lib boxabar bo'ling. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.